Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli talabalar. Universitetimizda tahsil olib, o'z iste'dodi va intilishlari evaziga e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishayotgan yoshlarimiz haqida hikoya qiluvchi Iste'dod loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Loyihamizning bugungi mehmoni Termiz davlat universiteti Milliy libos va san'at fakulteti 4-bosqich talabasi, havaskor shoir Xurshidbek Eshmamatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun alohida xush ko'rdik. Har bir inson bolasi mo'jiza, mukammal va cheksiz salohiyat egasidir. Siz o'zingizdagi salohiyatlarni qachon anglay boshlagansiz? Juda yoshlikdan deb aytishgan. Asosan 1-2 sinfligimda shu so'zlarni qofiyaga keltirib yurar ekanman va bu so'zlarni qofiyaga keltirishim keyinchalik ijodimni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar, ya'ni ota-onam tomonidan she'rga aylantirilgan ekan. Ya'ni meni tilimdan aytilgan va u qog'ozga tushirilgan. Qog'ozga tushirilib, keyinchalik bitta daftarga yig'ib borilgan ekan. O'sha daftar hali ham turibdi. Uyda borsam o'zim maza qilib o'qib kulaman. Chunki ularni endi she'r deb bo'lmaydi, asosan qofiya. Lekin o'sha davr, o'sha yoshga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, juda ham bir menimcha ma'noli narsalar chiqqan. O'sha 1 yoki 2 sinfligimda shoir bo'lish yoki she'rga muhabbat, so'zga muhabbat qo'yishni boshlagan ekanmiz. Xurshidbek, o'zi aslida shoir kim? She'r nima? Juda ham chiroyli savol berdingiz. Xo'p, shoir kim? She'r nima? Rus adabiyotining taniqli yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning bir gapi bor. Hech narsa bilan ifodalab bo'lmaydigan narsani she'r bilan ifodalash mumkin. Yoki bo'lmasam hech narsa bilan ifodalab bo'lmaydigan narsa, romanga sig'maydigan narsa, hikoyaga, qissaga sig'maydigan narsa bu she'r deydi. Aynan va mana shu hech narsa bilan ifodalab bo'lmaydigan narsani yozadigan shaxs bu shoir. Hozirgi kunda shoir deb ko'pchilik o'zini atab qoldi. Ya'ni siz boshida meni juda ham chiroyli e'lon qildingiz, havaskor shoir deb. Xursand bo'ldim bundan, to'g'risi. Chunki men o'zimni shoir deb atamayman. Nima uchun? Chunki shoirlik bir maqom. Maqom deganimizda bir unvon sifatida qaraydigan bo'lsak, biz o'sha unvonga intilayotgan havaskorlarimiz, xolos. She'r bu hamma ham yozadigan narsa emas. Qofiyaga keltirishi mumkin so'zlarni. Uni traktovkasi, uni qolipi juda ham oson. Misol uchun keldiga o'ldini qofiya qilsak bo'ladi. Bu she'r emas, qofiya bo'lib qoladi. Lekin qofiyaga keltirmasdan ham she'r yozsa bo'ladi. Ana buni yozadigan odamlar bular shoirlar. Biz hali bu darajaga yetmadik. O'zimizni hali bu darajaga, ya'ni shoirlik darajasiga yetmadik deb hisoblaymiz. Lekin shu yo'ldasiz. Shu yo'ldamiz. Izdan qadam tashlamoqdasiz. Albatta. Chunki bu yo'lda tetapoya qilib chiqayotgan havaskor shoirlarmiz. Ya'ni qani biz ham shoir bo'lsak. Men istayman, maktab darsliklarida bir necha yillardan keyin o'quvchilar kitoblarni varaqlashganda Xurshidbek Eshmamatov deya sizning ham she'rlaringiz keltirilib o'tishini. Albatta, buni o'zim ham istagan bo'lardim. Ilhom bu dangasarlarni ziyorat qilishni yoqtirmaydigan mehmondir. Ilhom kelganda yozilgan she'rlaringizdan tinglasak bo'ladimi? Albatta, ilhom kelganda yozilgan she'rlar baribir boshqacha bo'ladi. Chunki xayolga, qalbga o'zidan o'zi so'zlar quyilib kela boshlaydi va siz uni qog'ozga tushirasiz. Bu, ya'ni she'r mashq qiladigan insonlarda, ya'ni she'r yozadigan odamlarda bu boshqacha tuyg'u. Buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi, balki mana she'r bilan ifodalashimiz mumkin. Qani marhamat. Ishq chegara bilmas. Ishq chegara bilmas, zamon tanlamas. Nega? Nima uchun bunga yo'q javob? Qachon kelishini kishi anglamas, qalbingni o'raydi misoli girdob. Ishqning egasiga oshiq deydilar, oshiq kim unvonning asli a'losi, kuchli mudofaali bo'lsa ham ammo ishq egallab olar ko'ngil qal'asin. Ishq zamon tanlamas, chegara bilmas. Kengaytirib borar o'z sarhadini, oshiqni yot tuyg'u bezovta qilmas, chunki u biladi ishq adadini. Oshiqqa farq etmas kunduzmi kecha, ishqini o'ylaydi har nafasida, eshitsa bo'ldi bas kunda bir necha, oromin topadi yorin sasida. Ishq
chegara bilmas. Chegara nedir? O'tib bo'lmaydi deb o'ylasangiz gar, chegara ishq uchun asli foniydir. Bir zumda o'tadi, beun, bexabar. Ishq uchun masofa olisligi yo'q. Yo'q, xato kamchilik ko'zga ko'rinmas. Ishq go'yo qalbingga sanchilgan bir o'q, chiqarib olishga banda urinmas. Nazarimda ijodingizda asosiy mavzu ishq. Albatta, ya'ni asosiy mavzu ishq. Bizda shu ishq deganda sevgi, muhabbat, ya'ni hamma o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib tushunadi. Kimlardir haqiqiy sevgi, muhabbat deb tushunishi mumkin. Kimlardir boshqacha sevgi, muhabbat deb tushunadi. Ya'ni agarda men bilan bir xil dunyo qarashli inson bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men nima demoqchi ekanligimni bu ishq orqali to'g'ridan to'g'ri tushunadi. Savollarimiz manzur kelyaptimi, Xurshidbek? Albatta, juda ham chiroyli savollar. Savol borki, hayot bor deyishadi. Sizning nazaringizda har bir inson o'ziga qanday savol berishi kerak? Umrida bir marotaba bo'lsa ham. Albatta, inson umrida bir marotaba bo'lsa ham emas, har doim o'ziga bitta savolni berib yashashi kerak. Men nima uchun yashayapman? Siz bugun nima uchun yashayapsiz? Ota-onamning yuzida tabassum ko'rish uchun. Erishgan yutuqlar orqali, erishgan mana shu natijalar orqali yaqinlarimni, o'zimni hayotda o'rnimni topish uchun. Yoki bo'lmasam vatanga, millatga sodiq bir farzand bo'lib, xizmatida bo'lish uchun vatanimiz. Albatta hozirgi kunda vatanimiz, yurtimiz, yurtboshimiz bizga shunday imkoniyatlarni yaratib berib qo'yibdi. Mana universitetimiz, qanday chiroyli universitetlarda ta'lim olyapmiz, oliygohlarda. Buni hammasi yashashga, ya'ni qiziqishni kuchaytiradigan, insonni yashashga undaydigan bir omillar emasmi? Aynan shu omillar tufayli ham har kuni inson yashagisi keladi va nima uchun yashayotganligini qayta-qayta o'ziga savol bergisi keladi. Men nima uchun yashayapman? Albatta men ana shu yuqorida aytgan gaplarim uchun yashayapman. Menimcha hamma ham shunaqa savol beradi o'ziga. Va umrida bir marotaba emas, har kuni beradi. Bermasa ham berish kerak bu savolni deb o'ylayman. Xurshidbek, siz aktyorlik sohasida ham anchagina tajribaga egasiz. Mana hozir ham Ma'rifat maydoni ko'rik tanlovidan kelyapsiz. Ijro etgan rollaringizdan biror bir parcha yoki monolog ko'ra olamizmi? Albatta, ko'plab rollar ijro qilganmiz shu paytgacha. Endi ustoz san'atkorlarimizga, ustozlarimizga katta rahmat aytib o'tib ketish shu o'rinda ustozimiz Nigoraxon Ahmedovaga, ustozimiz Husan Jumayevga, Farhod aka Boltayevga, mana shu aktyorlik sohasida, teatr sohasida katta bilimlar berganligi uchun shu ustozlarimizga kattakon rahmat aytib o'tib ketaman. Va hozir Nasrulloh Qobilning Namrud asaridan Namrud monologini ijro qilib bermoqchiman. Marhamat, eshitamiz. Buncha shirin bu go'daklar, yumshoq qo'llarin musht qilib, tipirchilar yo'rgaklarida. Vujudingni jimirlatar huzur baxsh tuyg'u, chaqaloqni qo'llaringga tutqazishganda. Issiq murg'ak boshchasin ko'ksingga qo'yib, yig'lab, kulib, tamshanib uxlab qolganda dunyoning bor rohatini anglab yetasan. Qiziq. Farishta misol bu go'daklarning qaysi biri ekan mening zolim qotilim? Agarda bor qiyinchiliklar, butlar xohishin ro'yobga chiqarmoqdan iborat bo'lsa, men hech ikkilanmay sof vijdon bilan go'daklarni bu azoblardan soqit qilgan bo'lardim. Axir men tirik tangriman. Abadul abad tangrilikning maqomida yashasam deyman. Lekin toju taxt zavqi ko'zlarimni to'sib olib holimga qo'ymas. Toju taxtim omonat. Boqiylik foni. O'lim chang solmoqda taxtu baxtimga. Meni mashriqni ilkida tutgan, bu olamni zir qaqshatgan, qonini ichgan, Tangri deb 7 iqlim bashari etagim o'pgan Namrudning ajali bir go'dak qo'lida emish.
Tangrilikning shon shuhratini bir churvaqa mendan tortib olarmish. Nima? Dunyo ishlari chapga ketdimi? Sori burgutning ko'zlarini g'ajirlar o'yib, arslon quyonlarga murid tushdimi? Men odamlar qoniga yuzimni yuvgan Tangri degan Namrudman. Nahot bir go'dakka taslim bo'laman. Quritaman. Taxtimga ko'z olaytirgan jirkanch kimsalar zurriyodini. Qo'honlar, yoqing bolani. Hammasini yoqing. Ajoyib ijro. Rahmat. Qisqa kamchiliklari ham bor, lekin albatta sahnada ijro qilinganga kelmaydi baribir. Hozir o'zim ham bilasizmi? E'tibor bilan mahliyo bo'lib tinglab turdimda, bu sizning mahoratingizdan ham dalolat beradi. Rahmat avvalambor shuncha e'tirof qilganingiz uchun, lekin albatta baribir aytganimdek sahnada, ya'ni kostyumlar bilan birgalikda ko'rganga kelmaydi. Unda biror kun talabalar albatta teatrga tashrif buyurishadi va bu monologingizni, ya'ni bu ijroingizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Albatta. Bemalol kelishlari mumkin. O'shanda ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha yaxshi ijro bilan. Yaxshi bo'ldim yor uchun nomli she'ringizga usta bastakorlarimizdan biri Komil ustoz Xidirov yaqinda kuy bastalamoqdalar. O'zi she'rni kuyga solinish jarayoni qanday bo'ldi? Nimadan boshlandi? O'zi ustoz Komil Xidirov bizga darsga kirganlariga ko'p bo'lmadi. Mana shu fakultetimizda, kafedramizda biz tanirdik ustozni. Bir necha qo'shiqlari albatta O'lmas Alloberganov tomonidan, ayniqsa eng mashhur taronasi bo'lgan Kutaman qo'shig'i, Har bahor yo'lingda. Yaxshi bo'ldim yor uchun degan she'ri yozilish tarixi deymizmi, jarayoni deymizmi, o'sha darsga kirganlarida yomon bo'ldim yor uchun degan qo'shiq yozgan ekan ustoz. Va buni O'lmas Alloberganov kuyga solib o'sha ijro qilgan ekanlar. Va ustozni bu yozgan ashulasi va O'lmas Alloberganovni aytgan, ijro qilgan bu qo'shig'i ko'plab ayollarimizni ya'ni noroziligiga sabab bo'libdi. Kimda kim ayoli bilan urushib qoladigan bo'lsa, erkaklarimizdan erlar shu qo'shiqni ovozini ko'tarib qo'yishar ekan. Ustozni o'zi ham ayollari bilan urushib qolsalar, shu qo'shig'i fortepianoda ovozini baland qilib aytar ekanlar. Keyin qo'shnilari bir kuni aytib qoptilar. Usta, yaxshi bo'ldim yor uchun degan qo'shiq yozsangiz bo'lmaydimi? Deganlarida, yozaman, lekin buni yozib beradigan shoir yo'q deb bizga darsga kirganlarida aytib qoldilar. Va shu payti bir fikr keldiki, nimaga bu she'rni men yozmasligim kerak? 4 qatori kelib qoldi shu payti. U she'r yaxshi bo'ldim, yomon bo'ldim yor uchun degan qo'shiq edi, she'r edi. Kuyladim, baxshi bo'ldim, davralar naqshi bo'ldim, hammaga yaxshi bo'ldim, yomon bo'ldim yor uchun degan ashula. O'lmas Alloberganov ijro qilgan. Va men shu narsani yozdimki, yurakda gumon bo'ldim, ranglari somon bo'ldim, hammaga yomon bo'ldim, yaxshi bo'ldim yor uchun dedim. Demak, endi sizning yozgan she'ringiz kuyga solingandan keyin ayollarimiz ham bemalol bu qo'shiqni tinglashlari mumkin. Albatta, ya'ni norozi bo'lgan ayollarimiz endi rozi bo'lishadi chamamda. Albatta. Ustozga olib bordik bu she'rni to'lig'ini yozganimizdan keyin ustoz o'zlari kuyga soldilar va ijro qilib ko'rsatdilar. Albatta hali bu qo'shiqni so'zlarini ustida ham ancha ishlarimiz bor, kuyini ustida ham ishlarimiz bor. Ajabmas, yaqin kunlarda bu tarona premyerasi e'lon qilinsa. Kutib qolamiz unda. Albatta. Loyihamizning eng so'nggi savoli bilan sizga yuzlanmoqchiman. Termiz davlat universiteti siz uchun? Termiz davlat universiteti men uchun imkoniyat. Nima uchun imkoniyat? Chunki biz tolibi ilm, talaba bo'ldik. Bu imkoniyatni bizga qaysi oliygoh berdi? Albatta
Termiz davlat universiteti. Ilhomlanish shahri. Ilhom shahri deb atayman Termizni. Va mana shu shaharda joylashgan universitet bu Termiz davlat universiteti. Albatta bu imkoniyat. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Izoh keltirib o'tamiz. Xurshidbek Qashqadaryo viloyatida tug'ilib o'sganlar va Termiz davlat universitetiga o'qishga kirganlar. Fursatdan foydalangan holda agarda ota-onangizga, ustozlaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Albatta, eng avvalambor otamga, onamga katta rahmat aytaman. Sababi meni dunyoga keltirishlari. Boshqa sabab yo'q. O'sha dunyoga keltirib, oq yo'l oqtarib, mana shu darajaga erishishimizga sabab bo'lganlari uchun ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Bu kattakon faqat tilda sizlarga kattakon eshitilishi mumkin, lekin bu aslida kattakonning ichida juda ham boshqacha kattakon bir narsa bor. Kattakon rahmat ota-onamga va bu yerdagi ustozlarimga rahmat. Xurshidbek, sizga ham ishtirok uchun rahmat. Azizlar, bu iste'dod loyihasining navbatdagi soniyada sahifalarimiz orqali bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.